Ko'p marta baqirdim, lekin hech kim eshitmadi. O'zimga o'zim dalda har bir qadamlarimga kechishdi ko'plari. Chaqirdim, kelishmadi. Rapimdan oldin to'plagan har bitta alamlarim. Senga o'qish uchun mas xohlovchi ovozimni. Bu ichimdagi 23 yillik qolgan gaplarim kechish soatda yo'qoldi. Foydalanib ketdi, qo'limda qolib ketdi va tashladim men bu getni. 23 bu yosh qanaqa, albatta javob topaman mana shu bir yilni ichida. 23 bu yosh yangidan umr yordam beradi har bir kunim yuragimni hasratlariga. 23 yaqin kelaman o'limga har safar tutkazib sanchaydi hanjar berib qo'limga. 23 22dan bir parcha qanot qadr narsa olayman o'zimga. 23 bugun nishonganim yo'q, hali to'ldirganim yo'q o'sha bir kam dunyo. 23 bugun nishonganim yo'q, qamdan qancha g'iybat bo'lsa ham qaraganim yo'q. 23 menda hali to'xtaganim yo'q, chidab bu sinovlarga qaltis borilganida bu yo'l. Soxta bu odamlar atrofimda to'lsa-yu, bular hammasi soxta, bulardan foyda yo'q. Nima ishladim men, o'zimni ustimdan emasman, pul topaman deb ketdim, onam kutsa indamasdan. Gaplarim ko'p juda ham, lekin gapirmadim men, ko'rdim haqiqatni dedim o'zimga, indaman. Biroz brat dedim, yo'llarni tuman qoplaganda, eplaganda ketardim, yoshligim xohlagandim. Ko'chalar shovqini gapirib bersa o'tmishini, quloq solaman ularga yoqimli hammasi chindan. Men qanday yashashni bilaman, lekin nima uchun yashayotganimni bilmay qoldim. Bilasizmi, men o'zimni o'tgan asrda qolib ketgan vokzaldagi yo'lovchiga o'xshataman. Hamma poyezdlar ketib bo'lgan, vokzal esa bo'm-bo'sh. Ulgurgan ulgurdi.